Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugun mana hammaga mashhur Doniyor hoji akamizning fermalaridamiz. Ya'ni xo'p, parrandachilikda har xil turlar bilan shug'ullanadigan akamizni xudo xolisa bugun mana fermalarni chiroyli qilib bir obzor qilib beramiz va bularning tuxum va jo'jalariga zakazlar qabul qilinadi. Xudo xolisa videoda chiroyli qilib bularni ma'lumotlarni akamizdan olib siz aziz obunachilarga yetkazib beramiz. Videomiz yoqsa bittadan like bosib, kanalda yangilar albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolgan bo'lardik va sizlarga bugun videomizda bularni tuxumlarni va jo'jalarni chiroyli qilib yoritib boramiz. Sizlarni ko'p kuttirmagan holda biz videoni boshladik. Xo'p, bu yerda jami nechta to'g'larimiz bor? Xo'roz aralash 200 ta. 200 ta atrofida to'g'ri va xo'rozlarimiz bor. Xudo xolasa bular hammasi tuxumda aka. Bularni endi sekin ichkariga kirib turib tuxumlarni yoritib beramiz. Adler to'g'larimiz bilan bularning farqi asosan shu obunachilar uchun qiziq. Ya'ni nimada farqlar bera olasiz bularda aka? Bular adler bitta bilasizlar, adler ham boqqanmiz, hozir ham adler boqilyapti. Adlerdan yaxshiligi buni kam yer ekanda. Kam chiqqan. Ha, rasxod kam. 130 gram adler yer edi-da. Ha. Bular 70 gram yer ekan bir kunda. Teng baravarga pashli. Ha, 70 gram yer ekan. Sababi korpusi kichkinada buni. Mana buni oling, yaqinlashtiring. Jussasi kichkina. Korpusi kichkina bo'lar ekan. Shuni hisobiga kam yer ekan, lekin tuxumini hozir ko'rasizlar, adlernikidan ham kattada tuxumi. Mana bu yer endi tuxumlaydigan xonalari mana tuxumlar yotishibdi. Mana tuxumlarni ko'rishinglar mumkin. Adashmasam 65-70 gram atrofida ham chiqib qolsa kerak. Yani tuxumlari yirik holatda. Mana makonlar tuxumda. Mana bu yerda mana tuxumda, inariga xonalarda ham, uylarda ham tuxumlar yotishibdi. Mana tuxumlarni ko'rishingiz mumkin. Mana makonlarimiz. G'o'dasi kichik bo'lishiga qaramasdan tuxumlari yirik holatda. Ya'ni o'zimiz ham adler boqqanmiz, tuxumlarni yaqqol bo'lanib turibdi. Ya'ni adler to'g'ri tuxumiga qaraganda ancha yirik holatdagi tuxumlar. Mana bu tuxumlarni oling-da, ko'pligini ko'ring. Ha. O'ta ser tuxum ekanda, haqiqatan ser tuxum narsa. Ha, juda ser tuxum narsa ekan bunda. Xo'p, bularda lomin sendi bilan farqi nimada endi? Siz bu soha bo'yicha mutaxassis, ko'pchilik hali adashtirishi mumkin-da. Fermada boqiladigan oq tovuqlardan buni farqi ko'pchilik haqiqatda shu oq tovuq bu deyishi mumkin. Yo'q, unaqa emas, oq tovuq emas. Ular shu 20 oy, 22 oy tuxum beradi ular. Bular unaqa emas. Bular 4 yilgacha tuxum beradi. YouTube'ga o'sha Legorin Kurixa deb yozsa ham chiqadi-ku buni ma'lumotlari. Bular ulardan ko'ra lomin sendidan ko'ra korpusi kichkinaroq bo'ladi. Farqi. Oyoqlari sariq bo'ladi. Keyin quloqlari oq bo'ladi. Tumshuqlari ham sariq bo'ladi bular. Ulardan ko'ra maydaroq bo'ladi. Bu italyan tovuq hisoblanadi. Farqi shunda. Ular keyin siz aytgan lomin sendilar fermada boqiladigan tovuqlar 130 gram yemaydi. Ozuqasi. Bular 70 gram yemaydi. Bular ulardan ko'ra kamroq yeydi. Bular keyin 4 yilgacha tuxum beradi, yil 12 oy tuxum beraveradi. 12 oy. Bularni bostirib tuxumini bemalol jo'ja chiqarishingiz mumkin. Zotda bular. Jo'ja yo'nalishiga ko'paytirish mumkin. Xo'rozlarini boshqa joydan oldik, makonlarni boshqa joydan oldik. Bular hammasi привозной, o'z xabaringiz bor. Olib keldik, Bishkekdan olib keldik. Juda toza narsalar, xudo xolasa. Mana ustilari kir bo'lganiga ahamiyat qilishmaydi. Sababi xo'rozlar ustiga chiqib buni bosganida kir bo'ladi-da. Oqin asorabi kir bo'ladi. Shunaqa, lekin toza narsalar. Xudo xolasa jo'jasini deysa, ob'yomda qancha zarur bo'lsa qilib beramiz. Xudo xolasa. Tuxum deysa ham qilib beramiz. Bularda jo'jalari ekin adlerga ham zakaz qabul qilinadi. Adlerlarimiz ham bilasiz, katta ob'yomda ishlaymiz. Qancha zarur bo'lsa adler ham qilib beramiz. Hozir jo'jaxonaga kirgan uylarni ham ko'rsataman-ku. Hozir bu Legorin haqida gapirganda, Legorinni men o'zim tavsiya qilaman. Obunachilarga. Xalqimizga, shu tovuq ishqibozlariga tavsiya qilaman. Sababi buni olib uyiga damashli tovuq sifatida tashab qo'ysa, xudo xolasa yuzimizni yoriq qiladi, uyaltirmaydi. Kim olsa mazza qilib boqadi. Yaxshi. Mazza qilib boqadi, oz rasxod qiladi, katta tuxum tug'adi, ko'p tuxum beradi. Yil 12 oy tuxum beradi. Hali tulab tuxumdan qolib bunaqa narsa yo'q bunda.
Keyin tuxumlarini sarig'i ham juda chiroyli chiqyapti. Adlernikiga qaraganda ancha sariq chiqyapti. Tuxumlari ham juda shirin ekan. Biz o'zimiz yeb ko'rdik. Shuning uchun olib keldim buni ataylabdan, shu xalqimizga bundan ham beraylik, bundan ham tarqataylik. Biz shu O'zbekistonimizda ham shunaqangi bir mahsuldorligi yuqori bo'lgan, odamlar bunday boqqanda mazza qilib boqadigan bir tovuqlarni zotlaridan, turlaridan olib kelishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa mana olib kelib qo'ydik. Oyoqlarini ham ko'ring, mana sariq bo'ladi oyoqlari. Xo'rozlar ham yosh. Xo'rozlar ham yosh, xudo xolasa ishlashlari zo'r. Buni keyin necha xil turlari bor jamoada sizda? Buni endi Leghornni turi juda ko'p ekan. Qorasi bor ekan, dalmatini bor ekan, yana 5-6 xil rangi bor ekan. Hozir biz ulardan ham inkubatorga tuxumlarni qo'yganmiz, chetdan olib kelib. Asosan oqlar. Asosan buni ichida eng ser tuxumi shu oqi bilan dalmatini, keyin qorasi. Hozir video davomida bular dalmatinlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bemalol ko'rib zavq olishingiz mumkin. Xo'p, mana bular endi Leghornni dalmatin degan turiga kiradi. Bular o'sha Leghornni tozasi bular ham dalmatini-da bular. Dalmatin, oq qora aralashganlari. Mana ham hozir bir 25 tacha makonimiz bor, hozir arqizda xonasida ham bor, ko'rasiz. Bundan ham xudo xolasa jo'jalariga zakaz olamiz. Jo'jalarimiz bor, xudo xolasa. Qancha zarur bo'lsa qilib beramiz bundan. Bular lekin xorozlari nisbatan yirikroq bo'ladi. Korpusi makonlari ham sal kattaroq ekan. Shunday. Bular 1 yillik makonlarda bular. Tulak. Tuxumlarni ham mana ko'rishinglar mumkin. Bular ham tuxumda. Hozir yana orqamizda ikkita bor. Mana ko'rishinglar mumkin bu yerda ham. Bular ham tuxumda. Endi xudo xolasa jo'jalari sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana jo'jaxonamizga, ya'ni Oltiariqlik Doniyor hoji akamizning jo'jaxonalariga ham kirdik. Ya'ni videomizning ikkinchi qismida endi bularda 3-4 xil zotlari bor, ya'ni turlari bor. Xudo xolasa bugun chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni asta-sekinlik bilan mana tanishtirib o'tamiz. Akamizdan ma'lumotlarni olamiz. Bu qaysi turlar? Bu Leghornni bolalari. Leghornni oqlari. Necha kunlik bo'lishdi bular? Bular 15 kun atrofidagi jo'jalar. 15 kun atrofidagi jo'ja. Xo'roz makon aralash, ajratilmagan. Yo'q, bular hozir ajratib bo'lmaydi. Biz endi ajrata olmaymiz. Lekin makoni xo'rozdan ko'p chiqyapti. Makonda foizi ko'proq. Uni olgan odamlarga chiroyli qilib, xo'roz makon qilib beramiz, xohlasa. Xo'p, keyingisi? Bular adlerlar. Adler. Bular adler. Cerebristi adler. Bular adlerlar. Bular ham shu 15 kun atrofidagi jo'jalar. Bular yo'q, bular 1 oyga yaqinlashib qoldi. 20 kundan o'tdi-da bular. Kattalashgan. Narxlar haqida ma'lumot qana bo'ladi? Narxlarini telefon qilishsa, o'sha kunligiga qarab o'zgarib boradi. Holatiga qarab aytamiz, narxini telefon orqali gaplashaveramiz. Manzilni takrorlab o'taylik, ya'ni Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida joylashgan. Xudo xolasa dastlabki xizmatlari O'zbekiston bo'yicha bor, ya'ni katta ob'yomda ishlashadi. Har xil turdagi parrandalari, jo'jalarni ham, tuxumlarni ham zakaz berishingiz mumkin. Bo'sha ko'rib turganimiz dalmatinda jo'jalari, Leghorn dalmatinda jo'jalari bular. Bular 1 oylik bo'ldi, 1 oydan ham o'tib qoldi bular. O'sha o'limdan chiqqan bemalol olib, tashqi muhitda ham boqishlari mumkin. Mana ular endi yana boshqa qon. Bular ham dalmatin. Leghorn bular. Nisbatan kattaroqlari. Shunday. Nisbatan kattaroq mana jo'jalar. Xo'p, endi qolgan zotlar bilan tanishtiring. Endi ochish shart emas, har bittani ko'rsatib ketaveramiz. Bularimiz? Bu ham Leghorn. Bular Leghorn. Bu ham Leghorn. Bular adler. O'sha mana adler bilan Leghornni farqlari o'sha adlerimizga o'sha ozmoz rang kirib, qora ranglar kirib qolgan. Pastda yo'q. Lekin mana bu yerda ham bu ham Leghorn. Yo'q, bular adler bular. Adlermi? Endi ranglar ekan bularga. Bular adler. Yuqori ham bu Leghorn. Bu adler. Kattaroqlari-da. Yiriroq. Bular yoshrog'i mana tepadagilar. Ikkingisi Broderlar. Bular ham hammasi adler. Mana. Xo'p, bu o'sha tanishtirib o'tganingiz yangi tur. Nima deyiladi nomi buni? Bu Barkovskiy degan zotimiz. Barkovskiy degan zotimiz. Bu ham o'ta serт tuxum bo'ladi. Tuxum yo'nalishdagi jo'jalar. Tuxum yo'nalishdagi tovuqlarimizni bolalari bular привозной. Tuxumlari keladi. Buni o'sha Barkovskiy deb yozishsa internetda ham kelib chiqadi. Bular ham chiqarib qo'yamiz. Bular Ukrainani tovuqlari. Bular o'ta serт tuxum bo'ladi. Tuxumlari ham adlernikidan ham yirikroq bo'ladi.
Bundan ham olib kelib ochiryapmiz. Bular chupor bo'ladi, katta bo'lganda. Chupor bo'ladi. Bundan ham zakaz qilishsa, ob'yomda bor. Kimdir 10 ta olaman deydi, kimdir 20 ta olaman deydi, kimdir 100 ta olaman deydi, farqi yo'q. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha yig'ib beramiz. Yetkazib beramiz. Xudo xolasa jo'ja masalasida bizda xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Hozircha yaxshi mana ishlab turibmiz. Xalqimizga berib boryapmiz. Bu yerda ham shularda yana bir turi. Bu ham o'sha Barkovskiylar. Tepadagilar ham Barkovskiylar. Tasimiz Adler. Bular Adlerlar. Adlerlar. Adler. Hop, bular Adler. Bular o'sha yoshroqlari. Ranglari endi kiradi. Bular Barkovskiylar. Barkovskiy. Jo'jalar ancha tirik, tetik holatda, hushyor. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Toza narsalar, xudo xolasa, birorta bir zotida muammo bo'lmaydi. Mana shu zotlarning davomlari. Adler. Bular hammasi Adler. Adler hammasi mana Adler. Adler qancha zaril bo'lsa, Dalmatinning yiriklari. Ular dalmatin. Mana ko'rishinglar mumkin, o'sha yirik tovuq holatiga kelib qolgan. Xo'p, sizlarga taqdim etadigan bugungi videorolikimiz shulardan iborat edi. Akamizning nomerlarini videoni pastiga chiroyli qilib chiqarib qo'yamiz. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida joylashgan. Tuxum yo'nalishidami, xo'p, yoki jo'ja yo'nalishidami bemalol zakazlar bo'lsa, akamizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa eng arzon narx O'zbekiston bo'yicha bemalol dastavkalarini chiqarib berishadi. Videomiz yoqqansa videodan like bosib, kanalda yangilar albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'larik. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha